Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz, hurmatli YouTube kuzatuvchilari, kanalimizga xush kelibsizlar. Video ko'rishdan oldin agar ishimiz hozirgida o'zi yoqqan bo'lsa, sразу like bosib qo'yasizlar. Obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obunani bosib qo'yasizlar. 9 mingta bo'ldik. Allohga shukr. 10 mingtaga yaqinlashyapmiz endi. Xo'p, ishlarimizni sasnidan qilganmiz. Qayerga qildik degan savol tug'ilgan bo'lsa, buni Asakaga qildik. Asakalik akamiz zakaz bergan. Xo'p, ma'lumotlari ko'p. Videoni oxirigacha ko'rishni tavsiya qilaman sizlarga. Har bitta detallarini alohida tushuntirib o'taman. Akamiz krasherni eshigi bu yerga oldi. Bu orqa tarafi ham, old tarafi ham shu mana. Oldi, orqa bir xil degani. Go'zal holatda bo'lgan. Hozirgi kunda MDFdan qilinayotgan eshikda bu yog'och varianti. Sasnadan bo'lgan, qalinligi 4,5. 4 qolishi mumkin. Qup-quruq taxtadan qilamiz, xudo xolasa. Hop, laklarimizda yog'ochni o'zini asoslari ko'rinib turadi buni. Betek laklaridan ishlatamiz. Ustidan pol matviy lak beramiz. Chunki glansli yaltiragan ishdan ko'ra pol matviy ishda turishlari o'ta go'zal turadi. Shuning uchun pol matviy lak beramiz. Silliqligi go'zal holatda bo'ladi. Oshiq-moshlarimizni 3 tadan qo'yamiz. Qanot o'ta katta bo'lib ketib qolsa, 4 tadan qo'yib berishimiz mumkin. Qulupimiz o'zgacha olam, qimmat qulupdan qo'yganmiz. Hop, yopilishlari bitta barmoqda surib, bitta barmoqda ochishingiz mumkin. Xuddi shu holatda inshaalloh vodiy bo'ylab dastlabki ustanovkasi ichida qilib beramiz. Yana bitta ma'lumoti dabur. Akamiz daburi bilan qilib berasiz menga degan. Eshikni polni eshiklaru, derazani orqalari-yu daburdan qilganmiz. Daburlari bilan qilib berganmiz. Hozir kirganda ularni ham ko'rsatib o'tamiz. Hammasini ochib yopilishlari o'sha birinchi ko'rsatgandek go'zal holatda ochib yopiladi. Eshik rezinkalarigacha bor. Bemalol zakaz berishlar bo'laveradi. Ertadan keyin ishib ketdi, boshqa bo'lib ketdi degan gap so'zlar inshaalloh bo'lmaydi. Qishlarda sazovlarini chiroyli holatda qo'yib qo'yamiz. Xo'p, ishni bitganidagina laklab quritganimiz uchun o'ziga nam tortishini kamaytiradi. O'shuning uchun keyin eshiklar ishib, tep olib, boshqa bo'lmaydi, tashlab yubormaydi. Ishlarimiz go'zal holatda bo'ldi. Xo'p, yana bitta ma'lumoti, eshikni qanaqa hisob-kitob qilinadi desanglar, 90 ga 230 eshiklar bor masalan. 90 ga 230 eshikni o'zini kvadratga hisoblaymiz. Agar dabor kerak bo'lsa, daborini alohida hisob-kitob qilamiz. Pastdagi raqamga telefon qilishingiz mumkin yoki Telegram, Max, WhatsApp, emaildan yozsanglar yoki telefon qilsanglar aloqaga chiqamiz. Xo'p, rasm tashlab bering desanglar, rasmni tashlab beramiz. Har xil variantdagi ishlarimiz bor. O'shunga qarab narxlari ham o'ynaydi. Sizlarga narxlarini yozib beramiz. Razmer tashlasanglar, o'shunga qarab biz sizga har bittasini bitta hisob-kitobini chiqarib beramiz. Bunisiga behijolat, agar yoqsa qildirasizlar, yoqmasa behijolat vodiy bo'ylab dastlabki ustanovkalarimiz ichida videoda oxirigacha ko'rasizlar. Endi orqalarini ko'rsatib o'tamiz. Akalar, bu eshik derazamizning orqa taraf ko'rinishi. Mana orqasi ham shu bir xil, oldi ham shu, ko'rdinglar. Endi derazaning ma'lumotini berib o'tamiz. Derazaning razmeri 1.23 ga 1.60 bo'lgan. Xudo xolasa go'zal chiqdi. Orqa oldisi bir xil. Xo'p, oshiq-moshiqlarini tilladan qo'yganmiz. Xo'p, karishniga yaxshi kombinatsiya bo'ladi. Bunga qora yoki karishni boshqa oq qo'yish mumkin emas, chunki mo bo'lsa o'ta ham yana ham chiroy qo'shiladi. Xo'p, tagini padakondagini akvanikidan qo'yib berganmiz. Rangi ham xudo xolasa go'zal. Birga bir chiqib bormagan, lekin bir 95% bir xil o'xshatishga harakat qildik, go'zal holatda chiqdi. Daborlari ham shu, mana derazaga ham dabor kerak bo'lsa, dabor desanglar, daborni qilib beramiz. Mustahkam qilib ichlariga penalarini qo'yganmiz. Xo'p, Instagram sahifamizga kirib ko'rishinglar ham mumkin. Shu Bahodir Levey qanday yozilgan bo'lsa, Instagramga kirib xuddi shunday yozsanglar chiqamiz. Xo'p, 16 mingtaga yaqin obunachimiz bor. O'sha yerda har xil qisqa videolarimizni ham ko'rishingiz mumkin. Pastdagi raqamga aloqaga chiqsanglar, asosiysi biz hammasini sizlarga batafsil tashlab ma'lumotlarni beramiz. Bizning manzilimiz Andijon viloyati Izboskan tumani Magirda qilamiz ishimizni. Butun vodiy bo'ylab dastlabki ustanovkalarimiz ichiga vohalarga ham ishlar qilib berganmiz Buxorogacha. Ularga Isuzu'dan berib yuborishimiz mumkin. Agar 10 tadan ko'proq bo'lsa, xo'p, ustanovkasini kelishilgan holatda o'rnatib beramiz. Endi narigularni ko'ramiz. Izboskanliklar uchun muhim reklama bo'lib qoldi. Erkin savdo Magirda o'zini katta filialini ochdi. Qurilish materiallari uyingizni Erkin savdo bilan birgalikda quring. Hamma mahsulot tirketaji bilan bir xil narxda kelib ko'rishni tavsiya beraman sizlarga. Xo'p, endi derazaga o'tamiz. Derazamizni razmeri 1.23 ga 1.60 go'zal holatda bo'lgan.
Bu ham podakonniklar ham go'zal holatda o'rnatdik. Hop, sizlar ko'ringlar, ishni ko'rib maza qilinglar. Ish mehnatimizga o'zinglar fikringlarni bildiringlar. Hop, manzilimizni aytdik. Magirdanmiz. Pastdagi raqamga aloqa chiqaverasizlar. Yaqinlarga jo'natib qo'yasizlar. Eshik-rom yog'ochdan kerak bo'lsa yoki darvozalar kerak bo'lsa yog'ochdan qilib beramiz. Vaqtga qaraymiz, zakazlarimizga qaraymiz. O'shanga qarab kelishilgan holatda qilib beramiz inshaalloh. Sizlardan faqat like podeshka, pastga izohda yozib ketasizlar. Endi eshikni oldini ko'ramiz. Bitta ikki qanotli eshigimiz bilan shu derazani oldini boshqacharoq holatda ko'rib fikrlarni qoldirasizlar. Eshikda eng asosiysi, hop, aytgan joyida to'xtashi. Mana go'zal holatda o'rnadi. Aytgan joyida to'xtayapti. Shunga harakat qilamiz har doim. Eshikda oldi ko'rinishi, koronasi ajoyib bo'lgan. Hop, sal oddiyroq, go'zal holatda turadi, skromniy. Ichkarilari shunchaki burchak keltirganmiz, tashqi ko'rinishini shunaqa qilib bering, shunaqa qilib berdik. Kimga qanday yoqsa shundan qilib beraveramiz. Hop, bu ham deraza ham shunaqa holatda. Ichkari yoqdimi, tashqari yoqdimi, uni ham izohda yozib ketasizlar sizlarga. Savol. Hop, shunaqa qildik. Aynalarimiz germetika bo'lgan. Almashtirishda muammo bo'lmaydi, xudo xolasa, yaxshi holatda. Hop, avvalo sinmasin, agar sinsa chiqarishda yo'li ko'p. Yo, leza pichada kesib chiqarsalar ham bo'ladi, xolos. Hali ortiqcha ishi yo'q, lekin sovutni saqlaydi, ortiqcha anaqa diqir-diqirlarni oldini oladi. Qadrli ishlarimiz shu. Boshqa ishlarimizni ko'rgilar kelsa, sahifamizga, YouTube sahifamizga qo'yganmiz. Go'zal holatda bo'lgan. Hop, ranglari, hop, akfa qildirgan akamiz, Akfa Plus. Hop, kimga masalan derazani akfa qo'ysam-u, eshikni yog'och qo'ysam deganlarga o'ylanib yurgan bo'lsanglar, hop, yog'ochni qo'yaverasizlar, rangini inshaalloh bir xil qilib beramiz. Chunki akfa qo'yib turib, eshikni to'rtburchak eshik qo'ysanglar, ikkalasi bir xil chiqaveradi. Ortiqcha figuradan qochib, shunaqa ish qo'ydirgan yaxshi. Bu eshiklarni xudo xolasa, hop, umri uzoq bo'ladi, lekin yog'ochdan qanaqangi eshiklar zakaz qilmoqchi bo'lsanglar, hammasini inshaalloh qo'ldan kelgancha qilib beramiz. Milliy uslubda deysizlarmi, high-techmi, lolalikmi, hammasini qilib beramiz inshaalloh qo'ldan kelgancha. Sizlardan faqat like podeshka, obuna bo'lib, yaqinlarga jo'natib qo'yamiz. Charchamanglar, sog' bo'linglar.